kim omon qolishini qurol hal qiladi. Zelenskiyning bayonoti. Bu yerda ikkinchi masala bor. Zelenskiyning Falastin haqidagi fikrlar o'zgardimi degan savol berilyapti Abdul aka. Chunki hozir mana shu joyini o'qib bersam, o'ylaymanki muxlislarga ham bu qiziq bo'lsa kerak, chunki biz umuman olganda Ukraina o'zini suverenitetini himoya qilayotgani uchun doim hurmat qilardik, lekin Ukraina hukumatining ayrim ishlari tufayli hukumatini emas, Ukraina xalqini umuman olganda, lekin Zelenskiyni biz juda ko'p tanqid qilamizki, ikki standartli, qo'sh standartliligida, mana shunday masalalarda biz uni juda ham qattiq tanqid qilamiz. Hozir mana bir xabar chiqdi Abdul aka. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasidagi nutqida zamonaviy dunyoda xavfsizlikning asosiy omillari do'stlar va qurol-yarog' ekanini ta'kidlamoqda. Uning so'zlariga ko'ra, insoniyat tarixidagi eng xavfli qurollanish poygasiga kirgan va bunda sun'iy intellekt hamda dronlar hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Agar millat tinchlikni istasa, u baribir qurolga ega bo'lishi shart, chunki aynan qurol kimning omon qolishini hal qiladi. Do'stlar va qurollarsiz xavfsizlik kafolati yo'q dedi Zelenskiy. U BMTni urush girdobidagi davlatlar uchun samarasiz tashkilot deb atab, uning faoliyatini tanqid qildi. Mana shu joyi alohida. Xavfsizligimizni faqat o'zimiz ta'minlay olamiz. Sudan, Somali, Falastin yoki boshqa urush holatida yashayotgan xalq BMTdan nimani kutishi mumkin? O'nlab yillardan beri faqat bayonotlar eshitiladi. Abdullik, bu savol o'zi aslida ikkita qismdan iborat. Ya'ni qurol kim omon qolishini hal qiladi degan masala. Ya'ni gap bu yerda qurolda. Va shuni ichida aytayaptiki, mana hatto bir narsani aytayapti. Dronlarga qarshi jang qiladigan, infratuzilma yoki odamlarga mustaqil hujum qiladigan payt kelishi faqat vaqt masalasi. Biz insoniyat tarixidagi eng halokatli qurollanish poygasini boshdan kechiryapmiz. Vladimir Putinni hozir to'xtatish har bir port va kemani dengiz dronlaridan himoya qilishga urinishdan ko'ra arzonroqdir deb aytmoqda. Endi bu tushunarli, endi albatta tanqid qilishga o'tishi aniq edi. Qurol masalasidagi gaplari, qurol kim omon qilishini hal qiladi va birinchi marta biz eshityapmiz Ukraina rahbariyatidan Isroil to'g'risida emas, Falastin to'g'risida aytayotganini. Qarang, Sudan, Somali, Falastin kabi urush holatida yashayotgan xalq BMTdan nimani kutsin degan masalani aytayapti. Bu Zelenskiyda o'zgarishmi yoki bo'layotgan voqea hodisalarga endi sog'lom munosabat bildirmasa bo'lmaydigan holga kelib qoldimi? Savolingiz o'rinli. Haqiqatda endi bir tomondan mana butun sog'lom jamiyatlar ko'tarilib ketyapti. Mana Italiyada ko'rdik, Fransiyada yoki boshqa mamlakatlarda, Britaniyada, umuman butun dunyoda Falastindagi genosidga nisbatan noroziliklar kuchayib boryapti. Va bugungi kunda mana shu Yevropa davlatlarining ham Falastinni mustaqilligini tan olishi mana shu norozilik namoyishlarini kuchayib ketishining oldini olishga qaratilgan. Bu Falastinni o'ylash emas. Va bu o'rinda Zelenskiyda ham xuddi shunday. Bugun endi bu Falastin kabi Ukrainani ham jafokash mamlakat sifatida ko'rsatishga urinadi va ikkinchi tomondan Ukraina qurolli kuchlari safida Qrim tatarlari ham bor, musulmonlar ham bor, chechenlar ham bor va xullas albatta bu o'rinda Isroil tarafida turadigan bo'lsa, albatta shu Ukraina qurolli kuchlari orasida ham nizo kelib chiqish ehtimoli yuqori va shu nuqtai nazardan u masalan Falastin, Somali, Sudan, boshqa mamlakatlarni o'ylagan. Bugun endi Birlashgan Millatlar Tashkilotini isloh qilishni bitta Zelenskiy ilgari surayotgani yo'q. Butun dunyo davlatlari, jumladan O'zbekiston prezidenti ham kuni kecha BMT Xavfsizlik kengashini transformatsiya qilish, ya'ni isloh qilish va uning a'zolari sonini kengaytirishni so'radi, talab qilyapti. Ya'ni bugun o'sha talab qilayotgan davlatlarning ko'pchiligi hech bo'lmaganda katta 20likka o'xshab Xavfsizlik kengashi a'zolari soni 20 tadan oshmasligi kerak va bu yerda veto huquqi masalasini qayta ko'rib chiqish kerakligini so'rayapti. Chunki mana Isroilga qarshi rezolyutsiya qabul qilinadigan bo'lsa, Falastin mustaqilligi borasida rezolyutsiya qabul qilinadigan
foydalanadigan bo'lsa, shartdagina Amerika Qo'shma Shtatlari qo'l ko'tarib veto huquqidan foydalanyapti-da, barbod bo'lyapti. Ya'ni bir bosim ko'rsatishi imkoni bo'lmayapti. Hamma masalada ham ilgari yaqin 70-80-yillarda ham qaysi bir nuqtada nizo o'choqlari yuzaga kelsa, o'sha joyga yashil kaskalar derdik, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuchlari kirib kelardi va tinchlik o'rnatilardi. Ming afsuski, bugun o'sha tarafkashlik deymizmi yoki xavfsizlik kengashida u yoki bu davlatning teskari tashviqoti, veto huquqidan foydalanishi keskinlik o'choqlarining kengayishiga olib kelyapti va aytishimiz kerakki, bu yerda to'g'ri urush taqdirini ko'proq zamonaviy qurollar hal qiladi. Bugun Ukrainada ham zo'r qurollar bor, Rossiyada ham zo'r qurollar bor. Bu yerda bir narsaki, ya'ni sun'iy intellektdan ham yoki robotlardan ham foydalanish o'tyapti. Ukraina tomoni ham, Rossiya tomoni ham. Lekin urush taqdirini rezervlar, inson kuchi ham, inson omili ham hal qiladi. Mana o'tgan safar ham aytdimki, bu Ukraina harbiy qo'mondonlari orasida shunaqangi bir fikrlar paydo bo'lyaptiki, bizda dronlar keragidan oshib ketyapti. Lekin qaniydi meni qo'limda yetarlicha askar bo'lsa edi, mana shu to'lib toshgan dronlardan foydalanadigan askarlar bo'lsa edi, biz frontdagi vaziyatni o'zgartirardik deyapti. Demakki, o'sha dronni uchirish uchun ham insonni omili kerak. Inson omili yetishmayapti. Endi jangga shunday safarbar qilinyapti, 60 yoshdan oshgan, 70 ga yaqinlashgan odamlar endi bu zamonaviy texnologiyalarni qisqa muddatda o'zlashtirish qiyin. Chunki bugun soatlar Ukraina zarariga ishlayapti. Chunki insoniy zaxiralar, rezervlar Ukrainada yetishmasligi. Sababi urushi boshida hali G'arb Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib bermagan edi. Zamonaviy Rossiya o'sha MiG samolyotlardan, suv samolyotlaridan yoki Akula rusumidagi turli xil o'sha vertolyotlardan va zamonaviy texnologiyalardan foydalanib Ukraina askarlarining katta qismiga qiron keltirishga muvaffaq bo'ldi va shuning uchun aytmoqchimanki, to'g'ri, ittifoqchilar ham kerak, qurol-yarog' ham kerak, lekin esdan chiqarmas kerak. Suvorovda ham, Kutuzovda ham yoki o'rta asrda o'zimizni ajdodlarimizda ham bir fikr bor. Bu urushni taqdirini baribir mana shu zaxiralar hal qiladi. Bir odam savol berdilar, Ukrainada dunyo brendlari magazinlari yopilmoqda. Aynan men Kiyev va Odessada shu narsani guvohi bo'ldim. Abduvali aka, bu nimadan darak bo'lishi mumkin deb so'radi. Chunki investorlar albatta urush bo'layotgan zonadan qochadi. Xavfsizlik bo'lmagan joyda albatta iqtisodiyot ham o'tirib qoladi. Mana O'zbekistonning birinchi prezidenti ham juda ko'p bor aytganda, ya'niki bu birinchi navbatda xavfsizlik bo'lmas ekan, inson huquqlarini, iqtisodiyotni ko'tarishga yo'l bo'lsin degan ma'noda. Va bugun Ukrainada ham Rossiya masalan raketasi urib tushirilsa, o'sha xorijiy investor ishlayotgan brend do'konlari ustiga, korxonalar ustiga masalan raket yoki dronlar yog'ilmasiga hech kim kafolat bera olmaydi. Albatta urush bo'layotgan joydan investor qochadi. Mana Afg'onistonni ham ko'radigan bo'lsak, Afg'oniston Markaziy Osiyoga qo'shni bo'lgani nuqtai nazardan urush tinmagani uchun investorlar qochgan Markaziy Osiyodan. Bugun albatta shu Ukrainadan qochishga harakat qilyapti xorijiy investorlar. Ukraina urushi tugasa, umuman Markaziy Osiyoga qanday ta'siri bo'ladi bu jarayonning, Abduvali aka? Rossiya Ukraina urushini? Urush tugasa Markaziy Osiyoga buning ta'siri qanday bo'ladi? Ya'ni kimdir yutdi, kimdir yutqizdi degan so'rashmayapti, umuman urush tugagandan. Urush tugagandan keyin albatta urush tugashi albatta bu iqtisodiyotning yuksalishi, investitsiyalar, moliyaviy ahvolning o'nglanishi demak. Bugun masalan olaylik, Rossiya bilan ayrim sohalarda hamkorlik qila olmayapti Markaziy Osiyo davlatlari. Olaylik, masalan ba'zi bir tovarlar borki, u ikkilamchi maqsadlarga xizmat qiladi. Markaziy Osiyo davlatlari mana shu masalalarda AQSh va Yevropa ittifoqining
sanksiyalariga rioya qilishga harakat qilyapti. Bu albatta o'sha savdo sotiq aloqalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yoki bugun Rossiya xavfsizlik masalasiga katta e'tibor qaratib, hatto shu muhojirlik masalasida ham keskin choralarga qo'l urishga harakat qilyapti. Bu albatta o'sha yerda yashayotgan vatandoshlarimizning xavfsizligi yoki qaytib kelishi bilan bog'liq masalalarga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni bugun Rossiya jamiyatida muhojirlarga nisbatan salbiy kayfiyatlar kuchayib boryapti. Mening nazarimda urush yakuniga yetadigan bo'lsa, albatta shu Rossiya albatta katta imkoniyatlar mamlakati, Markaziy Osiyo bilan masalan ilm fan sohasida, iqtisodiyot sohasida, energetika va boshqa sohalardagi hamkorlikni kengaytiradi, sarmoyalar kiritadi va o'z navbatida Markaziy Osiyo davlatlarining ham Rossiya bozoridagi ishtiroki, ya'ni har tomonlama ishtiroki kengayib boradi. Menimcha bu yoki bo'lmasam bu yerda Ukraina masalasi ham bor. Hozirgi paytda urush nuqtai nazaridan Ukraina bilan Markaziy Osiyo davlatlarining avvalgi savdo sotiq aloqalari, investitsion aloqalari avvalgidek emas. Birmuncha karrasiga pasayib ketgan. Bu aloqalar urush bo'layotganligi nuqtai nazardan. Shuning uchun urush tugashidan menimcha nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo yutadi. Bugun butun dunyoda urush tufayli masalan shu investitsiyalar kirib borayotgan joylar soni qisqaryapti yoki bo'lmasa narx-navo o'sishi, inflyatsiya o'sishi kuchayib boryapti yoki ta'minot zanjirlari uzilishiga sabab bo'layapti. Rahmat Abdulla aka. Bir savol bilan ko'rsatuvni yakunlaymiz, ya'ni shu qismini yakunlaymiz. Xo'p. Demak, shu muxlisning ham savollarini beraylik, chunki ko'p takrorlangandi. Abdulla aka, Ukraina G'arbga, Amerikaga ishonib yerlardan ayrilib qolaveradimi? deb savol berdilar Abdulla aka. Savolni Ukraina G'arbga, xususan Amerikaga ishonib yerlaridan ayrilib qolaveradimi? Endi hali bu qanchalik urush yakunlanishga bog'liq. Mening nazarimda mana bir vaqtlar Sovet ittifoqi ham masalan 5 yillik urushda, masalan urushning dastlabki 2 yilida juda ham qattiq mag'lubiyatga uchragan. Hatto shu nemis fashist qo'shinlari Moskva ostonasigacha ham borib qolgan, ya'ni SSRning yuragiga kirib kelishiga bir baqiya qolgandi. Mening nazarimda balki masalan shu mabodo Rossiya adolatsiz urush olib borayotgan bo'lsa, balki keyinchalik mag'lubiyatga uchrashi ham mumkin. Chunki bu hech narsani bashorat qilib bo'lmaydi bu dunyoda. Balki o'sha Donald Trampning telba teskari gaplari balki bir haqiqatga aylanib ketishi mumkin. Yoki bo'lmasa masalan Rossiyada mana shu urushga qarshi norozilik namoyishi boshlansa yoki biror bir sabab bilan bu yerda Rossiyada tanazzul boshlanadigan bo'lsa, bu albatta Ukrainani ertaga o'zining hududlarini qaytarib olishiga sabab bo'ladi. Mening nazarimda endi hozirgi paytda o'sha Ukraina proksi sifatida foydalanildi G'arb tomonidan. Haqiqatda savol o'rinli. Agar haqiqatda bu Ukraina proksi davlat sifatida urushga jalb qilingan bo'lsa, ertaga albatta Yevropa davlatlarida ham pul u qadar katta emas va shuning uchun Ukraina hududlardan mahrum bo'lishi mumkin. Gap shundaki, Rossiya qanchalik qiyinchilikka kirmasin, bu sobiq Sovet davlati sifatida, bu sobiq Sovet davlatidagi odamlar sabrli, toqatli bo'ladi, qiyinchiliklarga bardoshli bo'ladi. Agarki bu yerda G'arbiy Yevropa yoki AQSh nazarda tutadigan bo'lsak, bular muttasil, tinimsiz mablag' Ukrainaga kirita olmaydi. Chunki ertaga bu G'arb mamlakatlari, Yevropa aholisi, Amerika Qo'shma Shtatlari aholisi farovonlikka o'rganib qolgan. Ularda ijtimoiy himoyaga mablag'larning kamaytirilishi aholining kuchli noroziligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu yerda menimcha men u qadar ko'p qo'shilmayman. Rossiya iqtisodiyoti charchayapti, qo'shinlari katta talofat ko'ryapti. Menimcha Rossiyada juda ham katta resurslar hali bor
va shuning uchun menimcha urushni hozirgi bosqichda yakunlash kerak deb o'ylayman. Hozirgi bosqichda, chunki ertaga bu Rossiya to'g'ri 5 kilometrdan 3 kilometrdan harakat qilayotgandir, lekin ertaga masalan Donbass fronti yorilib ketadigan bo'lsa, bu Ukraina. Abdulla aka, uzr gapingizni bo'ldim. Ya'ni javob berayotganda shuni ham hisobga olib ketishingizni so'ramoqchi edim. Lekin siz boya aytdingizki, Vladimir Putin baribir bunga rozi emas. Ya'ni u boyigalik 100 talik ultimatum turibdi. Siz hozir aytyapsizki, mana shu vaqtda tugatish kerak deyapsiz. Menimcha menimcha Putin ham bu yerda yuzi shuvit bo'lishdan uyasi kerak. Mabodo agar Ukraina rozi bo'lsa-da, keyin yana davom ettirishga endi uyaladi demoqchisiz. Menimcha endi muzokaralarga o'tirgandan keyin ertaga mabodo yana u bahona qilib urushni davom ettiradigan bo'lsa, endi menimcha uni yaqin ittifoqchilari ham Putindan yuz o'giradi nazarimda. Boshqa yo'li qolmaydi, chunki Putin bu yerda boshqa davlatni hududini bosib olishga qaror qilganligini namoyish etib qo'yadi bu narsa. Menimcha agar bugungi kunda Ukraina rahbariyati mana shu joyda urushga nuqta qo'yamiz deydigan bo'lsa, lekin masalan bu tomoni ham bor. Ukrainada ham masalan harbiylar bugungi kunda rozi emas. Urushni shu nuqtada tugatishga, chunki ularda ham juda ko'p qurbonlar bo'lgan. Ya'ni Rossiyaning talabi hisobiga, Rossiyaning talablarining inobatga olish hisobiga urushni ular yakunlanishini istamaydi. Chunki juda ham bu yerda qurbonlar ko'p berildi Ukraina tomonidan. Juda ham hozir og'ir dilemma, juda ham og'ir qarama-qarshilik vaqtda turishibdi. Hozir endi bir yo'lni topish oson bo'lmayapti. Menimcha bu yerda faqat 4 ta hududni berasan, NATOga a'zo bo'lmaysan degan gaplar emas. Menimcha bu yashirin parda ortida juda ko'plab talablar ilgari surilyapti. Shuning uchun menimcha aniq bir murosa yo'li topilmayapti nazarimda.